tavsiya qilaman. Bunaqa biznes nima qilsan? Zo'r biznes bor. Uni nomini 40 oyoq uslubi deyshadi. Qarab tur. Mana do'stlar, biz o'sha kartalarni qazib qo'yganmiz. Kimga tayyor patkush hamma jihozlar bilan tayyor uy kerak bo'lsa, kvadrat metrini $1000 dan beraveramiz. Sotuv ofisimizga tashib buyuringlar. Ya stop! Mijozlar eshikni pis tashlashyapti, pul to'layman-da. Qo'roy, shoshmasan, pulni sanab ol. Bu yog'iga yig'im-terim boshlandi. Yashash yaxshi, shuncha qiyinchilikdan keyin. Ustoz o'tirishingizni qarang. Odamlardan pul yig'ib olib uy qurib beraman dedingiz. Uyni bitirmadingiz. Puliga qo'shib uchastka dachalik qilib tashladingiz. Ofisda hamma to'polon qo'yapti. Shu kun kelishini bilardim. Biznesimizning nomi nima edi? 40 oyoq uslubi. 40 oyoq degan jonzot bor. Qanaqadir xavfsizlik o'zini o'lganga savolyapti. Bizga mana odamlar to'polon qilib xavf solyaptimi? Endi bechorani yoqib olamiz. Menga qara, xo'jayiningni chaqirib 3 yildan beri uyga bitkazib bera olmaydi. Patkulush beraman degan. Shoshmanglar, ko'rib turibsizlar. 3 yil ichida sementni narxi, ustalar narxi oshib ketdi. Moshinamni sotdim, uyimni sotdim, lekin bitirib bera olmayapman. Ahvolimni qarang. Bichim chiqdi tukunmani ham. Lekin hozir sroshib tutolmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa sizlar pulinglarga men ham qo'lab ketaman. Kadastr chiqmayapti. O'zimni sotib olayman. Ustoz endi domni qanaqa qilib bitiramiz? Shoshmay tur, ichida qulog'im bor. Hozir ishini boshlaydi. Qancha bergansiz? 50 ming berganman. Sizchi? 70 ming berganman. Men ikkita uyga 100 ming berib qo'yganman. Unda nima qilamiz? Qamat olamizmi? Qamat borsak, puldan ham uydan ham quruq qolamiz-ku. Unda nima qilamiz? Hammamiz birlashib, pul yig'ib, kadastrni o'g'irlaylik. Va uy ichini o'zimiz quramiz. Shaxsan men o'zim 20 ming beraman. 50 ming to'lab qo'yganman. Uyimni bitkazib bersin meni. 50 mingga uxlab ketgan yaxshimi yo 10 ming qo'shib uyli bo'lgan yaxshimi? Mayli. Mana yig'amiz. Mana. Mana shibim. Qolgan mijozlar ertaga berar ekan. Sana aktyorligingga qoyil lekin. Nami san do'li. Sen bilan hali katta ishlar qilamiz yo'qol. Rahmat. Ha, ustoz, men endi tushundim. Odamlar puliga uxlab ketmaydi, yana pul so'rasa berar ekan-da. Ana endi tushunibsan. Buni 40 oyoq uslubi deyishadi.